Ekraldagi do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun rohatni chilimxonlardan, sharobxonlardan, eg'iz burundan is chiqarib izlayotgan qizlarning sha'niga pichoq urg'idek botur, tirishchan, pul topganda xalqni, elni unutib qolmaydigan bir tirishchan qizimizni ekran oldiga ham berilmoqchi bo'lsa, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Turmushda mag'lub bo'lgan, yolg'iz bir onaning qanchalik qaysar ekanligini bildirayotgan bu qizning ismi Nafisa. Her bir dehqonga kulib turib muomala qiladigan, oddiy bir dehqon oilasida dunyoga kelib, Şinjan Moliya iqtisod universitetini bitirib, oltindek yoshlik bahorini dehqon chorvachilarning qo'ra qo'tallariga beg'ishlagan irodali qiz. Sizniki mushu hozir yuqumni oldini elish, mush chorva mallarninki kesel qarishtirish, hamma xalq mushu atlanayotgan vaqtda Hemen mahallimizga chiqqanligingizdan nayet hoş olduk. Hem de müşakirlerimizni bir yere yığıp, azizim ko'nglingizni ifodalaganingizdan hoş olduk. Şunu bilan birga sizga qo'ydigan savolimiz hem de müşaga chiqim qilib, o'zingizni mashinalarga may ko'ydirib, mush dehqonni bir yere chaqirib, mushu bir xaltadan bo'lsa-mu, mush bayonni sovuq qilishingizga sabab nima? Salam ko'pchilik, barliq baxtimchi chorvachi akalar, ochilar, qarindoshlar degandek. Endi biz buni narsani masalan shu yaxshi suvat qildik. Nimishga degan chog'da buning bir xaltni basi 180 yuan. Ba'zi qarindoshlarimizning kalkulyatda masala bo'lsin elib ishlatishga damalliqqa pitinam qiymaydi endi. Shunga biz bilan bir ishlatib baqson masalan shunday yuqum mezgilda kalkulyatni imit kuchi bo'lsa, kasal bo'lishni tushi qurildi emasmi? Mishlab azroq bir foydasi degan gap. Endi men bu ishni bilgani bir 7-8 kun bo'ldi. Sarxaldan keyin shu mal yem taqatgan ishni olib, men bundan bir ilhom oldim. Nimishga degan chog'da endi baximchilar, chorvachilar hozir shu mal chorvalarning keyin shu kasal sababdan ig'ir ziyon uchradi. Shunga biz azroq o'zimizningki ko'ngilni bildirsak, azroq yordam qilsak, bularning qalbi illisa, endi bularga boshqa ishlar yaxshi ketadi. To'g'ri. Siz ko'rayotgan bu qiz rohatni tanlamadi. Dal aksicha bu qiz Gendi poqqu milengen iğil qotallarni. Dal shu yerda turmush uchun kurash qiladigan dadisiga o'xshash dehqonlarni tanladi. Dehqonlar bugungi kunda ofatga uchraganda ularga ko'nglidan chiqarib saxovat qilishni, yordam qilishni tanladi. Bu qizning atrofida uni qo'llaydigan yo'ldoshi yo'q. Lekin İğir kunlarda u qizning yordamiga erishgan har millat xalqidan bo'lgan qarindoshlari bor. Bu yoq bo'lsa bir qiz o'ltirib sizlarning oranglarga cho'kib, ham shunday chorvachilikdan iborat mush kasbni gullantirish uchun bugun oldinglarga kelib, haqsiz hammalar bir xaltani yem sunyapti. Rahmat aytinglar demaymiz. Mana shunday jamiyatga to'p qo'shayotgan, chorvachilikqa, dehqonni qo'llayotgan, pul topganda dehqonni unutib qolmayotgan shunday qizlarimizni ko'rsanglar, qo'llab qo'yishinglarga chin ko'nglimizdan tilakdoshmiz. Rahmat. Shu qizlarning ishlari ro'noq topsin. Bundan keyin ishlari qulaylik bo'lsin. Bizga yemlerini berayotganimiz, mallarimiz bundan foyda qilyapti. Yeb berib ko'ryapmiz. Sizga rahmat. Ana turmushda mag'lub bo'lsa-mu, hayotda mag'lub bo'lib baxmagan qiz. Bolalarimni hech kimga xarzor qilmay boqimay deb tirishayotgan qiz. Rohatni ranglik so'rinlardan emas, chilimxonlardan emas, ishki beligidan izdigan tirishchan qiz. Ayollarning qanchalik qaysarligini sinamang dunyo. Birovdan umid kutib, uningga xor bo'lib qolgan qaysar onalar yana birovga zor bo'lib qolmaslik uchun hammani ko'tarmaydi. Ularning kiygan oyoqlari sizlarnikidek pokiz bo'lmasligi mumkin. Biroq ularning tirishchanlik yo'liga bosgan izlari pokiz. Bir qaltida ko'nglimi, sizlarning mol chorvalariga garchi kelib, ularni saqlovchilarga bo'lgan ko'nglimiz ozgina. Endi taqayib ketamsizmi, imingiz kuchlanishirdi. Bir vaqt bo'lsin lamen suyro. Bir vaqt bo'lsin suyro. Dalada. Elib men salom qilsaylar. Ayoldir ayilib osmonga oy, quymoqda pul tepib, dehqonga choy. Balkim ularni izdiginingizda shaharningovat restoranidan topamasligingiz mumkin. Lekin ularni yordamga muhtoj yo'qsulning uyidan topa olasiz. Elininki haqiqiy peshayvonlik qo'yilari, taranchilarning-da. Tabiilikini yemiysin. Bu adimiz kim bo'ldi?
Bu adımız şu. Hem de bu yaklarının malları anak mecaz bulmaganı man telefonu. Lekin ben sırtı bulup kagalıktın. Köpnün işini koyatkan yetiş bulanmay. Doğru. Bir köğünümle ifadelemegendim. Bugün muş fırsattan paydalan muş adamgın bir haltı beyanı soğuk kalay dep geldim. Ticaretni yaxshi qilamiz. Yoshlarımızdan yaşçılığı da uşaq bakımçılarını yo'qlayapmiz. Nafis adamning boshchiligida degandek biz qaynoq yesida hozir uşaq bakımçılardan mana 80 tuyoq qo'y, 70 tuyoq kalb yiqayotgan qaynoq yesidagi davlat bakımçı ismi nima? İltifat. İltifat? Ha, iltifatning uyiga keldik. İltifat nima? Bugun biz quruq kelmadik. İltifat ndasi bugun biz sizga bir xaltni iltifat qildik. Qabul qilishingizni chirkamizni umid qilamiz. Nafisada hozir turayotgan o'rningiz bo'lsa Chapchanlaydagi qaynoq yesidagi davlat bakımçı ailesi, Ahmet ailesi. Dadang ismi nima? İlşat. İlşat. Demek çaylarını kuyuvatkan cananın çenesi oldu. Buna da adı İlşat Ahmetcan'ın yenisi oldu diyene Ahmetcan'ın yenisi oldu. İltifatlarga biz mani iltifat kıldık. Ondan sonra halkança ben huzur yiyişini çirkelimiz ümit kılımız. Kandak yiysen uzanı ihtiyari. Çayı koş pişemse kara kılsa. Ha? Çayı koş pişemse kara kılsa bunu. Çayıga. Mana çayı koşuyor bizim kaynakla baldırı. Adeti beğendi çayı koş pişiyor dedi. Mesela çayı koş pişirdik Allah olsa. Şu nefis edemle alakalı sağla oldu. Rahmet. Yaxshilarning arasida жүріп kakko'klar ulligashga Adil 1 metr ariq saqlayotdi, ayol yomon kulligashga degandek o'ziniki bosh liderdan 1 metr ariq saqlayotgan qaynoq hesininki Adil mal doktor oldu. Adil mal doktor o'zining ishti kerak berib besh yo'liq boshlamaydigan bo'yindan kuchukning zanjirini bir umr tashlamaydigan bola bu. Bugun qaynoq hesida mana shu hadlarimizni yo'qlab billa keldik. Bu sumush qizni azroq ko'ngli keldi. Rahmat. To'limi tabiiy kulkilar. Oddiy insonlarga qilingan iltifatlar ichida qaysar, irodali qizning mamnunlik kulkilari. Talay erlarni qilib bo'lolmagan, dehqon ehtiyojlik vaqtda sunilgan mehrli qo'llar. Mana Atbal çetellikler, bu qaynoq o'ltiraqlashgan, qancha yil oldi chet eldan kelib o'ltiraqlashganlar? 31 yıl. 31 yil oldida chet eldan kelib qaysi davlatdan? Costa Rica. Costa Rica çilek. Çilek. Costa Rica'nın Çilek degan naysini kelgan. Ma bala mı? He. Sizmi keladi. Mana bugun qaynoqliqlarni qo'llash bilan birga Costa Rica chet elliklarni qo'llashib beryapti-da. Thank you deb qo'ying. Thank you. Varmaş. Varmash. Sen bu thank you deb qo'y. Thank you. Mana ko'rdingmi? Bu şey bilan Unay maaşını düşürüp gelmek aka. Aka bunu bir tuttu olayım. Kapıya balık ol. Kapıya. Sen ne aka bana? Çatal iki var. Ben kızdan atırak köğünük ya. Ben yem diken ılka yem kardeştirip verdiğin eski. Muşu değil. İşte toşayla ki pek kişilik sebep değil mi? Muşu. Kaldım yapacak kaldım. Yok. Orada işte bir isim gerek de. İşte bir şey gerek. İşkenlerdi ki çişinlerine oğuşa küçük kişilik sebep çok. Belki tüve çişini bak be. Bu kim o? Bu çetellik Costa Rica'nın kegen. Costa Rica. Ha balık bırakıyor. Rahmet aka rahmet. Bundan şu kandak berişlerini bu yem yaxşı yem yesi buldu müşük. Bunu aldık Allah yügrep geldi paypakları tıyışık geldi. Vay rahmet mana isilke bulan mana. Kallar öyle girip yemlerini verip. Gel kayvak çilesile. Kaysar kızının kollaşı Çapçanaya koğun çeyisimizge yetip geldi. Yaş geldi. Gözünüz yaş Yaş geldi. geldi. Şıklama be ertisemezdi. Ertisemez. Ama jürgüm şıkıldı sakasız rahmet. Lekin Öyle muayşi çıkma umay kepemez. rahmet. Rahmet. Yöleksizni yölegelle yaşsın. Yügeksizni yögigelle yaşsın. Özü almay göher yağsa asmandan. Belgi yağmur telegelle yaşsın. İnsanның alijanaplığı onun qaysı mektepte okuğanlığı emas, onun dilida qandaq muhabbetning balıqıda. Qiyin kunlarda mehr izdigan jallaga yaqin tuğan qaysar qiz Nafisa hadimizning hayotga intilgan jallaga sungan mehr muhabbati quyosh bo'lib parlig'usi. El uchun sunilgan qo'llarga barakatlar liq to'lib o'ziga qaytqusi.